Assalomu alaykum Tojikiston xalqi. Umra safariga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz 2026-yil avgust oyiga va sentyabr oyiga umra safari narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomizni o'tkazib bormaysizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugun hikmatli revlar Abdug'ofar aka oldilariga yetib kelganman. Xudo xolasa 2026-yil litsenziyalangan firmada umra safariga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun aynan shu videomiz bo'ladi. Videoda boshlanoq bizga bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun qayerlardan reyslarimiz bor aka? Narxlari o'zi qanaqa bo'lyapti aka sizlarda? Hammasini birma-bir tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Farg'onadan reyslarimiz 29-30 avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan reyslarimiz deyarli har kuni bor. Avgust oyining oxirigacha bemalol aloqaga chiqinglar, bir kun aqabaqa bo'lib qolishi ehtimoli bor. $965 qilib beramiz. Xo'p, sentyabr oyiga Toshkentdan boraman demoqchi degan obunachilarimiz uchun 4-sentyabrdan boshlab 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning ham narxini $965 qilib beramiz. Xo'p, Namangandan sentyabr oyiga ketmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 3-sentyabr, 10 va 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilishlaring mumkin. Buni ham narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r, o'zlariga qulay bo'lgan joydan o'zlariga qulay bo'lgan sanada bemalol ketishlari mumkin ekanda. Bemalol. Endi aka, biz o'zimiz hozir Farg'onada turib video qilyapmiz aka. Biz tojikistonlik obunachilarimiz qanday qilib to'lovlar amalga oshirishadi aka? Ofislarimizga kelishsa ham bo'ladimi yoki onlayn to'lovlar amalga oshirishsa ham bo'ladimi? Shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol o'sha Zagram pasportlarni tashlab bersa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Kelib to'lovda amalga oshirib uchib ketishaveradi. Jindekkina o'sha viza puliga pul tashlab berishadi. Masalan, Ditsetchadan qolganini aeroportga kelib hisob-kitob qilinaveradi. Aloqaga chiqsa yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Xohlasa kelib ofislarimizga to'lov qilib ketsa ham bo'laveradi. Ofislarimiz manzillari Toshkentda, Andijonda, Farg'onada bor. Bemalol kelsa bo'ladi. O'zlari ham o'zlari qiynalmaymiz deyishadigan bo'lsa, kelib to'lovlar amalga oshirib ketsa bo'ladi. Xohlasa o'sha jindekkina zakolat pul tashlab berishadi viza puliga, qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Zo'r. Endi borishgandan keyin sharoit qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Bundan tashqari 2 mahal Madina Munavvarada, 3 mahal Makka Mukarramada o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan, xudo xolasa. Xo'p, aeroportdan 50 boshimiz birga borib birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastda yozilgan Abdug'ofar akaning o'zlarining nomerlariga aloqaga chiqishlari mumkin. Aytib o'tishgandek, Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Telefon qilsalaring yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, umra safariga bormoqchi bo'lgan qizlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Albatta qolganlarga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.